Ko'pchilik bizdan yuk mashinasini so'radi. Mana shu yuk mashinasi hozir sotilyapti. Akamiz o'zlaridan to'liq ma'lumotlarni so'rab bilamiz. Aka, ma'lumotlar bo'lsa aytib o'tsangiz. 18 tonalik furgon FAF 2022 yili o'zining родной motorida. Hop. Hamma yoq zakonni. Kuzovlar uslit qilingan. Tepa shtorka. Tepa ochiladi, shtorka. Shtorka tepa ochiladi. Aha. Balon oldi 95%, Aha. orqasi 90% balonlari. Gaz balonlari 8 ta 150 talik, 240 kub. Konditsioner, avtonomka, hamma jihozi zakonni. Ishga tayyor mashina. Ishga tayyor, umuman muammosi yo'q. Olgan odam sirasi haydaydi bo'ldi. Bo'ldi, faqat ishlaydi bo'ldi. Ishga tayyor. Xo'p, buni tan narxi qancha bo'lyapti? Tan narxi 47 ming deyapmiz. Kelinsa agar boshida ham gaplashamiz, kelsa ustida gaplashilsa. Xo'p. Mijozlar so'rashadi, cheris bank ham bo'ladimi? Cheris bank ham iloji bor. Xo'p, kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Mana shu mashinamiz sotilyapti. Mashina Sirdaryo viloyati Baxtda turibdi. Bemalol telefon qilib so'rasanglar bo'ladi.